inson yolg'iz ham baxtli bo'la oladimi? Ya'ni oila, do'stlar, jamiyatdan mustaqil ravishda ichki tinchlikni topish mumkinmi? Mumkin, bu xarakterga bog'liq. Men o'ylayman, meni agar bitta orolga 10 yilga tashlab yuborsangiz, men kayf qilib yashayman deb o'ylayman. Menda shunaqa tushuncha bor. Men absolyut mazza qilib yashayman deb o'ylayman. Misol uchun, men o'zimni yaxshi his qilishim uchun menga odamlar kerak emas ko'pincha. Yana bir marta bu xarakterga bog'liq. Misol uchun men qanaqa sotsiopat emasman, tam jamiyatdan to'xtamasdan qochadigan, yo'q. Lekin 60 ga 40 men ko'proq yolg'izlikni yaxshi ko'raman. Hammada har xil. Kimdir kruglarni yaxshi ko'radi, kimdir shovqinni yaxshi ko'radi, kimdir odamlar bilan bo'lgisi keladi, gaplashgisi keladi, kimdir yolg'iz bo'lgisi keladi. Hammada yana bir marta hammada bu algoritm har xil. Bu savolingizga javob shundaki, o'zini baxtli his qil. Oxirgacha oilasiz, do'stlarsiz, oxirgacha menimcha, misol uchun menga o'xshagan inson baxtli bo'ladi. Hatto men yolg'izlikni yaxshi ko'rganim bilan, baribir menga oila, to'laqonli baxt uchun oila, do'stlar kerak. Bu holatga bog'liq, o'zizga bog'liq. Bu inson sotsial mavjudot, jamiyatda o'sishga mo'ljallangan, biz miyamiz ham, sxemamiz ham, ya'ni shu. Biz turgan bitganimiz shu narsaga mo'ljallangan. Lekin ba'zi individlar bor, ba'zi insonlar bor, bularga bu narsa kerak emas. Bor unaqa insonlar. Prikol shundaki, bunaqa inson bo'lib qolamiz. Siz yoki shunaqasiz, tabiiy, yoki unaqa emas. Sizga bepul sovg'alarim bor. Sovg'alarni olish uchun shunchaki pastga holiga o'tsangiz bo'ladi. Qanaqa sovg'alar? Asosiy masala uyquni qanday to'g'irlash, ya'ni energiya uchun. Qanday qilib rejalashtirishingizni joy-joyiga qo'yib ishlaringizni rejalashtirishingiz mumkin. Qanday qilib pomidor usulini ishlatish orqali vaqtingizni taqsimlab konsentratsiya, ya'ni diqqatingizni kuchaytirishingiz mumkin. Qanday qilib dangasaligingizni yengishingiz mumkin va hokazo ko'plab turli xil bepul video darslar meni o'zimni shaxsiy Davronbek Turdiyev jamiyati degan bepul Telegram kanalimda bor. Kanalga qo'shish uchun shuni videoni tagiga o'tsangiz bo'ladi yoki izohlarga qistirib qo'ygan bo'laman. Havolaga o'tib bemalol mana shu narsalarni ko'rib o'zingizni intizomingizni rivojlantirishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling, men rivojlantiring. Paka.